Assalomu alaykum hammaga. Mana bu xabarni ko'rgan bo'lishinglar kerak. Xullas kalom, Mubashshir Ahmad domlani ahvollari qamoqxonada og'irlashayotgani haqida advokatlari xabar beribdilar. Ma'lum qilinishicha, Mubashshir Ahmad domla qandli diabetni ikkinchi turi, chap oyoqdagi artrozi va insulinga muhtoj turi bilan og'rib kelmoqdalar. Undan tashqari nafas yo'llarida ham muammolar borligi tasdiqlangani aytilgan. Ayni shu sababli ham oyoqda ishish, turli xil yaralar, buyrakning to'laqonli ishlamasligi kuzatilayotganligi aytiladi. Advokatga ko'ra, domlaga tibbiy xizmatlar o'z vaqtida yoki yetarlicha ko'rsatilmayapti. Undan tashqari, kasalliklari yo'l qo'ymasa ham, og'ir bo'lsa ham majburiy mehnatga jalb qilinayotgan ekanlar. Advokatimizning aytishicha, O'zbekiston qonunlari xuddi shunga o'xshagan og'irroq kasalliklar bilan og'rigan mahbuslarni ertaroq chiqarib yuborish amaliyotini o'z ichiga oladi. Xususan, Salim Abduvaliyev, Salimboyevcha ham ayni shu qonunlarda ko'rsatilgan moddalarga asosan ancha erta, demak, hibsdan ozod qilingani aytiladi. Men shaxsan o'zim u kishini o'zlarini ham va Azon.uz doirasidagi barcha telekanallar, radio kanallar va ko'rsatuvlarni ham kuzatib borardim vaqtim yetgunicha. O'zi aslida O'zbekiston hududida o'z prinsiplariga ega bo'lgan, diniy bilimlardan tashqari siyosiy bilimlari, aql zakovati va umuman olganda turli xil guruhlar orasiga nizo solmasdan muammoni yechish uchun qaratilgan fikrlari bilan alohida ajralib turardilar domla deb o'ylayman. Undan tashqari domlani hayot yo'llarini, ayniqsa oxirgi bir qismini shayximizni hayot yo'llariga qisman o'xshataman. Chunki shayximiz ham O'zbekistondan chiqib ketishga qanaqadir ma'noda majbur bo'lganlar. Domla ham majbur bo'lgandilar, afsuski. Qanaqadir bizga noma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra juda ham mazmunli faoliyat yuritib kelayotgandilar shu paytgacha. O'shaning uchun ham haligacha tushuna olmayman, nimaga domla qamoqqa mahkum qilindilar. Azon.uz bo'lsa yopilib ketishga mahkum bo'ldi. Chunki bu dasturlar ichida bir fundamentalizm, radikalizm degan narsa umuman yo'q edi. Undan tashqari domlani o'zlari ham hozirgi O'zbekiston siyosatini va hukumatini qo'llab-quvvatlab bir necha marta bayonotlar bergandilar-da. Ba'zi bir domlani qamalgandan xursand bo'ldi, aniqroq o'sha kamroq muddat olgandan xursand bo'ldi deydigan. O'z fikri bilan O'zbekiston jamiyati qatlamlari orasidagi nizolarning kuchayishiga sabab bo'ladigan va oxirgi marta olim insonni fikri uchun din tomonidan qatlga fatvo bergan insonlar ko'chada yuribdi haligacha. Mayli, umid qilaman hammamiz Mubashshir domlani qo'llab-quvvatlab turamiz, duoda bo'lib turamiz va mushkullari oson bo'lishini tilab qolamiz.